Assalomu alaykum azizlarim. Hammalar yaxshimisizlar, sog'lommisizlar? Demak, azizlarim, juda ko'pchilikning talab va istaklariga binoan yana loviya faoli ko'ramiz. Demak, sizlarning ixtiyoringizda yana 3 ta versiya: qizil sharchamiz, yashil sharchamiz hamda ko'k rangli sharchamiz. Demak, 7 gacha sanayman. Qaysi biriga energiyasi tushsa, demak tanlang. Faqat bittasini. 1 2 3 4 5 6 7. Demak, azizlarim, tanlab olgan bo'lsangiz ketdi. Obunachilarim bu loviya faolimizni juda ham yaxshi bilishadi. Demak, azizlarim, birinchi versiya, yana farishtalar kartasi ham bor. Farishtalar nima deydilar? Kartasi ham bor azizlarim. Demak, birinchi qizil sharchamizni tanlaganlar yaxshi shakldan tushsin. Ilohi omin. Bismillahirrahmanirrahim. Shifoli ochirim bo'lsin. Ilohim yaxshi shakllardan tushsin. Qani, bu kartamiz nima deydi? Bismillahirrahmanirrahim. Demak, qani nima shakl chiqib keldi. Mana ko'rib turganingizdek, uy shakli tushdi. Hozir loviyalarni yig'ib olay. Demak, azizlarim, bu yerda men nimani ko'ryapman? Birinchi o'rinda juda ko'pchilik men ham uy olarmikinman? Men ham o'z uyimda oyog'imni uzatib o'tirarmikinman? Shunaqa savol bilan keyin uyi bo'lib turib bir tinch yashamayotganlarni ham ko'ryapman-da. Ikkita o'sin urishyapti, qaynona kelin urishyapti, hattoki chiqishmayotgan, gapiga to'g'ri kelmayotgan ota-bolalarni ham ko'ryapman-da. Bitta uy ichida. Qandaydir bu shu uyda yashagisi kelmayapti, doim janjal, to'polon, g'urbat, xuddi bir mana bu uydan chiqa olmayotgandek, bitta qobiqqa tushib qolayotgandek bo'lyapti-da. Lekin xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ayniqsa uy olaman deganlar uy oladi. Keyin aytganimdek janjal bo'layotganlar, sizlar juda ko'pchiliklarni yo'linglar bek. Va janjal bo'lavergandan uylarni hattoki qora kuchlar egallab olgan. Endi qora kuchlar nima deydigan bo'lsangiz, u juda ham uzoq mavzu, katta mavzu. Menga uzun videoga ruxsat berilmagan. Shuning uchun sizlar uy tozalatishingiz kerak, yo'linglarni ochirishingiz kerak, juda ko'pchiliklar. Lekin uy olaman deganlar juda ko'pchiligi nima desam bo'ladi? Yo'li ochuv. Pul, omad yo'llari ochilyapti. Uydan janjal armayotganlar, afsus, sizlar baribir yo'l ochirishingiz kerak azizlarim. Birinchi versiyaga shu tushdi. Endi sizlarni farishta kartalarni ko'ramiz. Prizaviy nas. O'zingni tinglashni ham o'rgangin deyapti. Men sizlarda shuni ko'ryapmanki, sizlar uncha-muncha yuraginglar sezadi. Nima bo'lishini hayotingizda. Keyin juda ham ko'p orzu qilasizda, keyin ishonmay qo'yasiz. Yo'q, baribir siz orzu qilishdan, niyat qilishdan charchamang. Keyin orzuga yarasha, shunga yarasha harakat ham qiling. Endi baribir nima bittagina orzuni o'zi bilan ish bitib qo'ya qolmaydi. Holva degan bilan og'iz tushmaydi. Harakat qilishingiz kerak azizlarim. Lekin xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi sizlarda ham. Endi ikkinchi versiyamiz yashil rangli sharchamiz. Nima deydi? Bismillahirrahmanirrahim. Shifoli bo'lsin. Shifoli ochirim bo'lsin. Ilohi omin. Qisqagina, longdagina tushdi.
ikkinchi versiyamizga. Mana bu yerda endi gul deb qo'ya qolsak ham bo'ladi. Mana baglari bor. Demak, azizlarim, ko'rib turganingizdek, ikkinchi versiyamizga yarki kapalagimiz tushdi. Endi bu nima desangiz, bu juda ham yaxshi. Safarga chiqmoqchi bo'lganlar albatta bu yil chiqasiz. Men ikkinchi versiyada juda ko'pchilik safarga chiqaman deganlarni chiqolmayotganini ko'ryapman-da. Qandaydir bir deportizm bor, yo'llaringiz bek, qandaydir bir chiqib keta olmayapsiz. Yoki chetda bo'lsangiz, bu yoqqa qaytib kela olmayapsiz. Lekin xudo xolasa mana shu 2025 shu yozni oxirlariga, kuzni boshlariga bir o'zgarish bo'ladi. Keyin masalan to'y qilaman deb, bironta bir yig'in qilaman deb yurganlar ham qiladi xudo xolasa. Yarq etib baribir hayotingizda uchish, o'zgarish bo'lyapti-da bu yerda. Xudo xolasa juda ham yaxshi. Mana bu gul chiroyli hayotdan iborat. Juda ham yaxshi tushdi sizlarga. Birinchi o'rinda shu safarga chiqaman deganlar chiqadi, to'y qilaman deganlar ham qiladi. Ayniqsa chet eldami yoki o'zimizni O'zbekistondami o'qishga kiraman, o'qiyman deganlar ham kiradi bu yil. Xudo xolasa juda ko'pchilik talabalik baxtiga erishadi. Ilohim nasib qilsin. Endi sizlarni farishta kartalarni ko'ramiz. Sizilay Viber. Mana o'zingiz tushunasiz tarjimasini shu tanlov qildi-deyapti-da, o'zing tanlov qildi-deyapti. Demak, azizlarim, hayotda hamma narsani o'zimiz tanlaymiz. To'g'ri, endi Xudoning aytgani ham bo'ladi-yu, ba'zi paytda o'zimiz ham sababchi bo'lib qolamiz. Shuning uchun azizlarim, sizlarga yaqin kunlarda shu kredit olib ber, qarz ber deydiganlar juda ham ko'p uchrab qolishi mumkin. Shunda ehtiyot bo'lib beravering baribir. Endi yordam bermang demayman, yordam bering. Mabodo birovga pul bermoqchi bo'lsangiz, notarius orqali bering. Bo'lmasam dodlab qolishingiz mumkin. Avvalambor Alloh saqlasin. Agar notarius orqali olsangiz yoki bersangiz, undirib olasiz. Bo'lmasa undira olmaysiz. Avvalambor ihson qiluvchilardan bo'lsin, qilsin hammamizni Allohim. Xullas, puldan juda ham ehtiyot bo'ling siz. Endi azizlarim, 3-chi ko'k sharchamizni tanlaganlar. Demak, nima deydi? Bismillahirrohmanirrohim. Shifoli bo'lsin. Ilohi amin. Shifoli o'chirin bo'lsin. Voy. Shoshganlaring qilamasdirmi? Yo'q, qo'ydimmi nima bo'la? Voy xudo. Mayli, boshqasida ham chizib turaveramiz. Shoshganimdan qilamasdirmi? Yo'qolib qoldi. Hozir. Sizlarniki ajoyib tushdi. Yo'l tushdi. Hozir ko'ramiz. Hozir loviyalarimizni yig'ib olaylik. Demak, sizlarda yo'l tushyapti. O'zingizlar kutmagan holda yo'lga chiqib ketishinglar mumkin. 3 ta yo'l. Tanlov yo'llari. Ishlagani borishinglar mumkin, safarga borishinglar mumkin. Ayniqsa farzandinglar surpriz qiladi. Men bu birinchi yo'lni men ko'ryapman, surpriz. Xudo xolasa umralarga borasiz. Keyin men bu yerda ajrashganlarga ko'ryapman. Yo'l, ayniqsa erkaklarga, men shu ayol bilan yashasammikin, yashamasammikin deb mana shu 2 ta yo'lning o'rtasida qolganlarni ham ko'ryapman. Lekin baribir farzandlar bo'lsa,
farzandni o'g'liga qolmasdan yashaganinglar ma'qul azizlarim. Keyin ishga kiraman deganlarni ham ko'ryapman. Juda ham tanlovda turibsiz, qaysi ishga kirsammikin, bo'larmikin, bo'lmasmikin, bo'ladi, o'xshaydi, xudo xolasa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xullas, o'zingizni ko'nglingizga quloq solib, shu yo'lni o'zingiz tanlaysiz. Yo'l tushyapti baribir. Baribir men bu katta yo'lni men ko'ryapman, yoshi kattalarga. Juda ko'pchiligi umri safarlarga chiqadi. Men bu yerda ko'proq yoshlarga tushyapti. Shu yashasammikin, yashamasammikin, xullas shu o'qishga yoki ishga kirsammikin, kirmasammikin. Harakat qilib ko'ring. Bitta joyda o'tirgandan foyda yo'q. Qaysi yo'lni bo'lsa ham tanlab ko'ring. Sizga Xudoning o'zi yo'l ko'rsatadi albatta. Xullas, endi sizlarni farishta kartanglar nima deydi? Juda ko'pchiliklarni sizlarni ham kasallik bilan olishayotganinglarni ko'ryapman. Endi sal o'zingiz ham o'ylang. Bu yerda juda ko'pchilik onalarni ko'ryapman-da. Masalan, farzandi to'g'ri, endi o'zbek xalqi farzandim deb yashaydi. Endi o'g'lingiz o'zini eplaydiganmi? Bo'ldi, o'ziga qo'yib bering. Uncha-buncha oilani o'zi tervatsin. Qizingiz yig'lab kelsa, qo'shilib yig'lavermang. Hammasi o'zini arvasini o'zi tortsin. Ba'zilaringiz yurak og'rig'ini ham orttirib olgansizda, ha deb siqilavermang. O'zingiz uchun ham sal yashang. Sayohatlarga chiqing, konsertlarga boring, tog'larga boring, dam oling. Siz juda ko'p qiynalgansiz, juda ko'p mehnat qilgansiz. Endi sal o'zingiz uchun ham yashang azizlarim. Demak, azizlarim, bugungi loviya faolimiz mana shulardan iborat. Azizlarim, hozir bilyapsiz, yurtimizda juda ham gripp, tomoq og'rig'i, quruq yo'tal, nafas yo'llari shamollashi ko'p uchrayapti. Muzday yeyishdan, muzday ichishdan o'zinglarni tiyib turinglar azizlarim. Men o'zim mana shundan juda ham qiynaldim. Yaxshi ham tabib ekanman. Kuchli damlamalarni ichib, ancha o'zimga kelib oldim. Farzandinglarga ham juda ham ehtiyot bo'linglar azizlarim. Hammanglarga birinchi o'rinda sog'lik tilayman. Sog'lik kerak ekan. Hammanglar sog' salomat bo'linglar. Ilohim, nimaiki niyat qilgan bo'lsanglar, niyatinglarga yetinglar. Like bosishni, obuna bo'lishni unutmanglar. Kimda kim alohida ochirim qilmoqchi bo'lsa, yo'l ochirim qilmoqchi bo'lsa, men telefon nomerlarimni yozib qo'yaman. Demak, azizlarim, keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr.